Korrupsiyaga qarshi kurashishda davlat organlari bilan birga fuqarolarning faolligi ham muhim. Soliq mobil ilovasi orqali cheklarni ro'yxatdan o'tkazish va keshbek olish amaliyotini jamoatchilik nazoratining zamonaviy shakli sifatida baholash mumkinmi? Albatta baholash mumkin. Sababi keshbek endi bu ko'p rivojlangan davlatlarda haligi oldindan bo'lgani sabab keshbek kiritilishi fuqarolarni shu soliq madaniyatini oshirishga xizmat qiladi aslida. Albatta insonlarni shu qaysidir majburiyatini bajarish uchun biz soliq to'lash majburiyatimiz bizning konstitutsiyaviy majburiyatimiz, konstitutsiyada ko'rsatilgan majburiyat. Lekin biz har doim ham shu narsani majburiyatni lozim darajada uddalab bajarib qo'yyapmizmi, yo'qmi degan savol borda. Ikkinchi tomondan menda motivatsiya bo'lishi kerak bo'ladiki, mana yashirin iqtisodiyot, xufiyona iqtisodiyot deymiz. Iqtisodiyot qayerda rivojlanadi? Qaysi joydaki soliqdan qanchalik ko'prog'iga yashirilish insonlar o'rtasidagi pul muomalasida kelib chiqadi. Masalan, men mahsulot sotib bozorga borib mahsulot sotib oladigan bo'lsam, o'sha bozorda turgan sotuvchida bergan pulimni hisobini kim qila oladi? O'shaning uchun ham uni oddiy bir usuli qilib qo'yilgan ediki, nimani bozorga kirgani uchun bu soliq to'laydi, shu bilan ozod qolgan narsasi. Endi hozir hamma do'konlarimizda bizda chek tizimi yo'lga qo'yilganligi, chek orqali masalan olganimizdan keyin chekni olish orqali olardikda uni yirtib tashlab ketaverishimiz mumkin edi. O'sha joyda olganimizda. Hozir keshbekdagi tizim yo'lga qo'yilgandan keyin sekin-sekin o'rganib qoldikki, bundan menga dedik mukofot berar ekan-ku. Endi mukofot mana shu mukofotda, chunki soliqni o'z vaqtida to'liq to'lanishiniga men o'zimni hissamni qo'shishim kerak bo'lyapti-da. O'shanga ham motivatsiya olyapman. Shuning uchun mana hozir bugun kelishimdan oldin mobil ilovaga o'sha ilmiy xodimlarimizga aytdimki, kechbek olyapsizlarmi desam, endi olyapmiz, olmayapmiz. Menda anchadan men yig'ilib qolgan ekan. Mana dedim, menda kechbek hamyonda degani 200 ming yig'ilib qolibdi. Shuni oldimda, shunday sekundiga tushirib oldim. Demak, o'sha men olgan haligi mahsulotlarimda nimasini cheki, nimaga yetib bordi, yetib borish orqali shuni meni ham menga motivatsiya bo'ldi, ham masalan soliqli to'g'ri tushishiga xizmat qildim degan menda fikr bo'lishi kerak. Eng asosiysi, agar soliq to'lash madaniyatini hamma joyda yo'lga qo'yiladigan bo'lsak, tushadigan soliqlar bu faqatgina bu davlat organlarini saqlash uchun emas, mani nabiramni bog'chada tarbiyalanishi uchun, mani farzandlarimni oliy ta'lim muassasalarida o'qishi uchun, eng asosiysi hozirgi meni yoshimda mani sog'lig'imni saqlash uchun xizmat qiladi. Bunga men o'zim munosabatim shunaqa bo'lishi kerakki, meni majburiyatim, konstitutsiya belgilangan majburiyatimni o'z vaqtida majburiyatini, masalan, haligi sotuvchilarni o'sha majburiyatini to'liq bajarishiga xizmat qiladigan tarzda men shuni amalga oshirsam yaxshi bo'ladi. Ko'pincha shoshib turibman, chekka olmadim, ketdim, boshqa qildim degan narsa bilan biz buni ularga imkoniyat ochib beramizki, soliqdan yashirish, soliqdan qochishiga. Qochish orqali haligi xufiyona iqtisodiyotni rivojlanishiga biz xizmat qilib qo'yamiz. Biz bevosita bo'lmasa ham bevosita shuni jinoyatiga sherik bo'lib qolyapmiz. Shuni biz his qilishimiz kerak, shuni oldini olishga xizmat qilishimiz kerak. Mana shu jarayonda men o'ylayman, bu mobil ilovalarni, keshbek tizimini yo'lga qo'yish. Lekin mana hozirgi o'sha meni o'zimni mini ijtimoiy so'rovimdan nima qildimki, hammada ham bunga bo'lgan keshbekka bo'lgan ishonch yoki bo'lsam uni afzalligi, uni ahamiyati keng bir targ'ib qilishiga muhtojlik bor ekan degan xulosaga keldim. Shuning uchun mana shu mavzuni o'zi bo'yicha
uni kelib chiqishi, masalan nima uchun shu narsa yo'lga qo'yilganligi, mobil ilovaga kiritilganligi, uni masalan deylik insonlarga qanchalik, davlatga qanchalik, jamiyatga qanchalik foyda ekanligini keng targ'ibot qilish bilan birgalikda o'zimizni oilamizda tashviqot ishlarini amalga oshirishimiz kerak ekan degan xulosaga keldim. O'zimizni jamoamizda tashviqot qilishimiz kerak. Ko'pincha targ'ibot deysiz, tashviqot nima farqi bor? Targ'ibotda keng, masalan doirada siz uni afzalliklarini, foydasini gapirgan bo'ladigan bo'lsangiz, tashviqotda insonni ongiga, psixologiyasiga ta'sir qiladigan tarzda aniq misollar bilan tushuntirib bersangiz, ertaga shu keshbek olish uchun o'sha chek talab qilib olishga tushib ketadi. O'shaning uchun ham targ'ibotda, ham tashviqotni bo'shashtirmagan holda amalga oshiriladigan bo'lsa, buni samarasi, foydasi ko'p tegadi deb o'ylayman.